Internetda mashhur bo'lgan bu proyektorni Taobao programmasidan juda ham arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ham ko'ring, qanaqa qilib zakaz qilish kerakligini o'rgatib o'taman. Proyektorni noutbukka, telefonga hamda USB ulab, xohlagan turdagi kinoyingiz hamda multikni farzandlaringiz uchun xohlagan razmerda, katta kichik razmerda qo'yib berib, mazza qilib kinoteatrda o'tirgandek o'tirishingiz mumkin. Proyektorni zakaz qilish uchun Taobao programmasiga kirib olamiz. Kamera bo'limiga o'tib, galereyamizdan o'zimizga kerakli bo'lgan rasmni shu joyga joylaymiz. Biz izlagan tovarni har xil turlarini, arzon va qimmat variantlarini chiqazib beradi. Biz bu joydan eng sifatli do'kondan xarid qilishimiz kerak, ya'ni eng ko'p sotilgan do'konni tanlab, ko'rib, sifatini tekshirgan holda zakaz berishimiz kerak bo'ladi. Do'kon reytingini biz mana bu joydan tekshirib olishimiz mumkin. 5 yulduzchani qo'lga kiritgan bu ishonchli do'kon degani ko'rishimiz mumkin. Yetkazib berish xizmatlari va tovar sifatlari ham juda ham a'lo darajada. Mana bu joydan biz bu do'konda sotilayotgan har xil turdagi tovarlarni ko'rishimiz mumkin. Arzon va qimmat variantlari bor. Biz zakaz qilish uchun to'q sariqni ustiga bosib olamiz. To'q sariqni ustiga bosib, bu joydan o'zimizga kerakli bo'lgan tovarni tanlaymiz. Qanaqa rusumda kerak bo'lsa, shu rusumdagisini tanlab olamiz. Zakaz berish uchun pastdagi to'q sariq ustiga bosamiz. Ko'rishimiz mumkin, ushbu tovarning o'zbek so'midagi narxi 793.583 so'mni tashkil qilar ekan. Endi biz bu tovarni zakaz berish uchun mana bu to'q sariqni ustiga bosamiz va bizning zakazimiz qabul qilinadi, Xitoy sklad manziliga yuboriladi. Shu va shunga o'xshash tovarlarni Xitoy marketplace'lardan juda ham arzon narxlarda xarid qilishni o'rganishingiz yoki biz orqali Xitoydan zakaz qilib olib keltirishingiz mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'lib oling, biz bilan Xitoyga eng yaqini va eng ishonchlisi bo'ling.